Bundanda qiziqarli videolar YouTube kanalimizga ham joylab boryapmiz. Instagramda YouTube kanalimiz ссылкасы turibdi. Bemalol o'tib ko'rishlaringiz mumkin. Mana shunday mana svarkalab qo'yiladi. Suv tayyorlab olgandik. Svarkalagandan yaxlatish kerak, bo'lmasa mana plasmaschalari eriydi. Ikkinchi quloqchasini ham hozir mana svarkalab olamiz. Mana shunday qilib srazu yaxlatish kerak. Bo'ldi, mana tayyor bo'ldi. Nasib bo'lsa tozalaymiz. Yaxshilab keyin yog'lab qo'yamiz. Oynamizni yechganimiz sababi, agar mana shunday qilib svarkalasak, oynaga shlak uchib, erib yopishib qoladi. Boyagi shlaklar keyin uni tozalab taylagandan keyin uyilib qoladi. Boyagi teshikcha bo'lib qoladi oyna. Shu sababli oynani yechish kerak, erinmasdan. O'zi bor yo'g'i ikkitagina boltda turadi oyna. Bo'ldi, mana tayyor bo'ldi. Hech qayerga ketmaydi. Nomiga ushlab turish kerak. Mana shu planka tushib ketmasligi uchun. Shuning uchun tochka berib qo'yiladi. Zanglamaslik uchun svarka qilgan joyimiz ozgina kraska sepib qo'yamiz. Oynaga qo'yishdan oldin bitta silikonli sprey bilan yaxshilab yuvib yuboramiz barq bilan ichini. Yumshoq ko'tarib tushiradi keyin. Lishnisini artib taylaymiz. Rezindan chiqib ketgan. Tayyor bo'ldi. Mana endi oynani qo'yamiz. Oynani mana shunday ushlab olib, uklon bilan qo'yiladi mana. Asta bir burchagidan qo'yib boriladi. Mana ariqchasi relisiga tushiriladi. Bu tomon relisiga qo'yiladi. Bo'ldi mana. Bu yoqdan o'tib ikkita samarasini burab qo'yiladi, bo'ldi. Endi apshirkani qo'yib, ko'tarib tushiramiz oynani.
Apshifkamizni qo'yishdan oldin birinchi o'chrat tayda hech narsa ish qolib ketmadimi tekshirib olishimiz kerak. Mana planka agar qolib ketsa, apshifkani qo'yganimizdan keyin yana yechishimizga to'g'ri keladi. Shu sababli bir sira ko'zdan kechirib chiqish kerak apshifkani qo'yishdan oldin. Bu planka ruchkamizni ushlab turadi. Mana karmanchikdan tortganimizda apshifka yulinib ketmasligi uchun mana shu plankacha ushlab turadi. E'tiborli bo'lish kerak shu narsaga. Bo'lmasam qolib ketadi. Ko'p holatda qolib ketadi odam esdan chiqib. Shtekerlarini mana ulab olamiz. Shtekerlarni mana qo'yib olamiz. Qirs etib joyiga tushadi. Shtekerlarni qo'yganimizda 3 ta shtekeri bor. Uchavini ham qo'ydik. Endi mana shu burchakni bu yoqqa kirgizishdan ishimizni boshlaymiz. Mana shunday qo'yiladi. Keyin blokirovkani mana shu teshikchasiga qo'yamiz. Kobra qo'yilgan. Kobrani mana shunday burchakka qo'yish kerak. O'zini joyi bor. Tepadan boshlab o'tirg'izib kelamiz apshifkamizni. Mana boyagi samarez qotirgan joy karmanchikdagi. Samarezlarni qotirib chiqamiz birma-bir. Qotirib oldik. Mana pishalkani tagida samarezi bor. Abadogini mana qo'yamiz endi. Setkachasini qo'yamiz pishalkani. Oynamizni ham ko'tarib tushirib ko'ramiz endi. Kalla taylashlari mana ketdi.